Videolar tezroq chiqishi uchun videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Ko'p biznes ochib tassak. Davay. Bo'lganingizga aytarsiz, anchagina problema ham bo'ladi. Bo'ladi, sizlar tomonda kompyuter xonani o'zi 1 soatda qancha va unda sizlar maza qilib o'ynaysizlarmi yoki kompyuterlar qotadimi? Shuni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Bolalar qanaqa biznes boshlasangiz bo'ladi? Mana bu yerdan futbol maydoni ochsammikan, a? Chunki pul ko'pda, ko'p biznes boshlasangiz, mana shunday ko'proq pullar kelib turadi. Investitsiya qilish kerak, qarchi bolalar, tushunibsizlarmi? O'zimni oddiy notebook ishlataman, lekin kompyuter xona uchun Behruz qani, qayerga ketardik-kin endi Behruz. Mayli, Behruz kutamiz endi do'stlar. Andirga kirib o'tirich, bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Davay. Bo'ldi, obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Jiring. Alo, kim u? Telefonaga qaring. Behruz, nima deysan? Alo bro, qayerdasan? Bu yoqki kompyuter xona tayyor. Nima bo'pti? Kompyuter xona tayyor. Rostdanmi? Da, men o'zi kayf qilib kez o'ynayapman. To'xta. Tushunmadim. Telefonni o'chirdim, qayerdan ovoz kelyapti? Bo'ldi, qanaqa kompyuter xona bo'ldi bu yana? Tushunmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Frezboy va mening kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Agar sizlar bu videoga kirib hali ham like bosmagan bo'lsanglar, hozirroq like va podpiska bosib qo'yishingizni sizlarga maslahat beraman. Chunki sizlar like va podpiska bosib qo'ysalar, Behruz Gaylidan ozgina oddiy odamga o'zgaradi. Behujon. Nima gap? Bro, ke ot shoppa. Bida. Yaxshi. Normalniy. Так, bu yerda kassa. Yaxshi. Hoppa. Oshmoq ketdi. Yaxshi. Yana kompyuter xona ko'rdingmi? Keyin ikkilar skachat qilib qo'ydingmi? Tak qo'yman, kassadami o'tiraman. Pulni hisoblab, printerdan onadan chiqarib beraman. Bratlar nimaga? Mana bu yerda do'kon bor, marojniy bor, mana Lays, chips, shirinliklar, Skittles, Pixis, hammasi bor. Nimaga bratlar kamchiliklar yo'qmi? Mana kassachi kamroq gapirsa zo'r bo'lardi, xalaqit beryapti. Eshitdingmi? Qaysi kim aytdi? Bitta mushchuram hozir qaytib kelgan. Klient yo'qotma, jinni qaytib kelmay qo'yadi-ku, tinti. Mayli. Xo'p, yaxshi. Ot. Normalniy, lekin yoshligingdan keyin istamaniga yutqizasan, bilasanmi? Allohsanda chunki. Kompyuterlarda men aqlliman bolalar, bu faqat ko'cha bezorisi bo'lib yurardi-da yoshligida. Mayli, bu biznesimizdan ham o'zing kassalarga qarab o'tirarsan. Kompyuter o'chirib yoqma, tinti, yoqib qo'y. O'z hammasi yonig'mi? Nimaga yoqib bermagansan odamlarga, tushunmadim. Bular nimani o'ynab o'tiribdi? Valla hech narsa, zararli narsa yo'q. Printer nima qilasan? Down. Tak, to'xta, printerdan narsa chiqarsa bo'lardi. Mayli, Wi-Fi ga ham ulamabsan-ku. Короче, bu yerga kassachi qo'yaman o'zim. Kelish ham pulini foizga ishlasak kerak menimcha. O'zing ishlasang nima qiladi? Men nima vaqtim yo'q, boshqa bizneslarga kim qaraydi? $5 million bo'ldi hozir. Mayli akalar, yaxshi o'ynab o'tiringlar, kassa pulini shetga tashib ketaveringlar bemalol. Kassachi gaplashib qo'yibdi-ku, Behruz tindaymisan saqara-qadur. Keladi, kassa chaqirib qo'ygan hozir. 5 minutlik yo'ldaman deydi. Bo'ldi, yaxshi. Avtosalonga ham bilmadim, yangi mashina olish niyatim yo'q. O'zi boshqa biznesga o'tsak ham bo'ladi avtosalondan. Xo'p, mana kompyuter xona ham ochdik, to'g'rirog'i. Boshqa biznes qilishimiz kerak yana. Kompyuter xonaga biznes bor, nima deysan? Qanaqa? Biz fitness zal ochamiz. Tentamisan? Qanaqa fitness zal? Odam kulgusini keltirma. Tak, muzikalniy zal ochamiz. Yo'q, to'xta, hali yaxshilab o'ylab ko'rish kerak bu haqida. Boshqa qandaydir biznes boshlashimiz kerak. Xo'p, o'ylab ko'r. Mana bu do'konni sotib olasan, olamizmi, nima deysan? Yaxshimisiz, Zokir aka? WhatsApp. Yaxshimisizlar bolalar, nima gap?
Короче, biz biznes boshlamoqchi edik. Hozir mana shu do'koningiz turishi bilan sotib olmoqchimiz. Nima deysiz? Shu bizga do'kon kerak-da, endi nima deysiz? Yo'g'i. Bo'ldi. Sotaman $40,000 kelishdingmi? $40,000. Normalniy narx beha? Da, normalniy. Hozir puldan sanab olay. 188 bo'lsa, bu yerda bolalar 140 qolguncha olamiz. Mana va va oxirgisi. Mayli, ko'pi bilan bo'lsa. Tak, bo'ldi, Zokir aka, mana yerga pullaringizni solib qo'yaman. Bemalol bo'shatib qo'yishingiz mumkin. Hozir berib yubordim, o'zim bermoqchi edim, mayli. Senda unchalik ko'p pullar chiqmaydi. O'zi 137 ming pulim qoldi. 200 ming edi, jinni. Sal ehtiyot bo'laylik. Bo'ldi. Hozir bu do'konni bo'shatib qo'yaman. Bir-ikki narsalarni yig'ishtirib oling. Bo'ldi, Zokir aka, bemalol. Do'kon yaxshimi o'zi? Behruz qarachi ozgina kattartirish kerak edi, buni tushunibsan? Bo'ldi, magazin ham bo'shab qoldi menimcha. Yaxshi magazin, ko'rib oldingmi hamma joyni? Hamma produktlar. Tak, ozgina produktlarni ko'paytirish kerak, yana ozgina joy qo'shish kerakmi, bilmadim, yoki menga narsalar qandaydir kamdek ko'rinyapti, короче, Behruz. Xo'p, yaxshi, telefonlar yaxshi. Bor bo'lsa, kompyuter kassasiga qarasam bo'lardi. Yaramas, kassada hamma pulni olib ketib qopti-ku. Mayli, bu yerda biz qaytimlarni qo'yib qo'yamiz. Yangi yana bitta biznes boshlasak bo'ladi, u haqida o'ylab ko'rmadingmi sen? Ana dom olamizmi? Da, короче, dom olamiz va u yerga kvartirantlar qo'yamiz. Ya'ni oyiga pul berib turadiganlar, tushundingmi? Shunaqadan 10 ta olib qo'ysak agar bizga har tomonlama pul kelib turaveradi va biz hech qachon bomush bo'lib qolmaymiz. Bizda 3 ta biznes bo'ladi. Normalniy-a? Dom olamiz. Domda 20 ta yo 30 ta bir xonadon kvartira bo'lsa, 15 yarmiga kvartirantlar qo'yamiz, yarmini olib sotamiz. Shunaqa deb o'yladingmi sen? Gaymisan? Da. Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Nega uryapsan, jinni? Urma. Jinnimisan sen? Короче, bu yerga ham bitta kassir topishimiz kerak va u yerga ham bitta kassir topishimiz kerak. O'zing hal qilasanmi? Boshim juda ham og'rib ketdi. Uyga kirib dam olayman. Kerak emas, pullaring mana qara, menda qancha pul bor. Mana kerak bo'lsa senga, ukam. Bo'ldi. Ortiqcha pul zarar qilmaydi, bo'ldi albatta. 64 ming. Keyincha bilasanmi, qaysi do'stim kelsa-chi, u vashshi bunaqa o'zgarishlarni ko'rib qilib yuboradi. Ana yerda pul qolib ketibdi-ku. Deganini hayron qoladi, hayron. Qaysi do'konga keladi, qaysiga ham chivi bormi? Ko'chadagi bomushlarga, youtuber bo'lsak bo'lmaydimi? Ko'chadagi bomushlarga pul tarqatib, YouTube'ga video olsak. Bunaqa qilgan bo'lay. Lekin bizga normalniy qilamizda videoni. Normalniy pro kamera kerak bo'ladi bizga, lekin bormi shunaqasidan? Olamiz, puldan problema qilma. Sotolamiz. Mayli, bugun uxlay qolaylik, o'zi ustidan anchagina aylanib yubordik. Bo'ldi. O'zi bu yerda hech nimadir yo'q ekan. Bor-o'yin vashi ko'kishlarni qordi lekin. Nima bormi? Yegani hech nima yo'q, bular produktlar qilish kerak. Baqirma. Bugunda o'zida bilyapsanmi, qancha bizneslar o'rlik. Ichkani qo'yib, blenderga telefon tiqordim. Voy, tinta. Jinni. Telefon tiqoribdi, valla blenderga. Undan ko'ra isitgichga tiq buni. Ko'p yangisini olaman. Isitgichga tiq. Shunaqa bomush bo'lib qolasan, ko'rasan keyin o'sha payt qadriga yetmabman deb yurasan, jinni. Shuning uchun hozir normalniy bo'lib yuraver. Tushundingmi? Shitel gapirdim, eshitdingmi? Shitel qayerdan gapirdi? Tak, buni joyini o'zgartirish. Tak, amalda turaversin shu yerda. Bunday qilamiz. Telefonim hisob qo'yganmi? Isitgach, yangisini olasan-ku. Men agar pul kerak bo'lsa ayt, uka. Puldan ko'p. Chivi so'rayapsanmi? Men chivi. Yo'q, chivi kerak emas menga. Bo'pti, obunachilar, videoni keyingi qismi shu videoda 1000 ta like bersalar chiqadi. Hammalarga xayr do'stlar.
Hazillashdim. 500 ta like qilib beringlar. Xatga to'g'rimi? Behruz gapir ularga. Chivi, oling chivilardan. O'zi вообще menda anchagina pul bor. Nima qilyapti bu? Mayli bolalar hammaga xayr. Xatga to'xtanglar, hamma pulni yig'ib chiqaylik-da hali 60 minut bo'lmabdi-da prosta.